Sizlarga mana shu yerda boqib turgan barcha qora ko'zlarim, shirin so'zlar havas ko'zingizga bossin. Hasratdan, yomon ko'zdan, yomon so'zdan Tangriningiz asrasin. Qo'yayotgan qadamlaring qutlug' bo'lsin deymizlar. Kelajakda shirindan shakkar farzandlarni mehribon padari buzrukbori, volidai muhtaramasi bo'linglar. Ota-onalaringning qalbida qanday pokiza tilak, istak bo'lsa, barchasi ro'yobga chiqsin deymiz. Tolibjon do'stim, to'ylari muborak bo'lsin. Farzandlar rohatini kelin bilan birgalikda ko'rib yuringizlar. Qalbingizda qanday tilak bo'lsa, barchasi ro'yobga chiqsin. Shu jumladan Tojikistondan tashrif buyurmagan barcha sinfdosh do'st dugonalar nomidan sahnamiz to'ridagi kelin kuyovga baxtni tilab qolamiz. Salomat bo'linglar. Adashmasam onajonlarning do'stlari ham keldilar, ha? Shu yerda bo'la? Keling, mana shu insonlar. Abdusamad akamlar qanilar? Alohida o'sha insonni taklif qilishimizni so'radilar. Agar eshitayotgan bo'lsa, kelsinlar. Marhamat onajonlar. Hozir birda. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugungi nikoh kechasining guvohchilari o'g'limiz Elmurodjon hamda singlim Muxlisaxonlarning vaqt va nikoh kechasida o'tirar ekanman. Men ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusidagi yaxshi niyatlarga yetishishiga men ham tilakdoshman. Hamda shu dugonamiz Gulshanay qolgan sovg'amizni topshirishga ijozat berdingizlar. 2 yosh baxtli bo'lsin. Marhamat qilib onajonning do'stlari, otajonlarning do'stlari, arzimas sovg'alarni bemalol o'z egalariga topshirib qo'yasizlar. Qarsanglar bilan. Salomat bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Tolajon aka, qarang, qanday omadli insonsiz. Bugun do'stlaringiz, barcha sinfdosh birodararingiz bir jam bo'lishib, sizni baxtli kechangiz aziz mehmonlar o'tirishdi. To'ylar muborak bo'lsin. Ana endi davramiz to'yiga Sho'g'oz xonanda, serqirra ijodkor Dilshod Muborakov ijodlarini inshaalloh bo'lamiz. O'zlarini mana shu ota-onalarini do'stlariga, xudojonlarimizga, bir yerda o'tirgan ammajonlarni barcha azizlarimizni davramiz to'yiga taklif qilamiz. Sizlar uchun Dilshod Muborakov ijodlarini kuylaydi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Adiós.
O'zgarasan kunda, sani kunding kunda, azob bermasading, yaxshi ko'rganingda. O'zgarasan kunda, sani kunding kunda, azob bermasading, yaxshi ko'rganingda. Ne bo'ldi, jonim sana ne bo'ldi, ne bo'ldi, bir qarorda kim bo'ldi. Ne bo'ldi, jonim sana ne bo'ldi, ne bo'ldi, bir qarorda kim bo'ldi. Qo'shlarni chizib qo'yma, olmayapti bizni sanamni. Qo'shlarni chizib qo'yma, olmayapti bizni sanamni. Chizib qo'yma, chizib qo'yma, uyaltirib ketdi onamni, uyaltirib ketdi onamni. Kezib turib Dubayni, ko'rmadim bu chiroyni. Kezib turib Dubayni, ko'rmadim bu chiroyni. Oq bilakli oyni, yuzlari tushmagan. Oq bilakli oyni, yuzlari tushmagan. Ko'zimdan uyqular qochdi, xiyonat ko'zlarimni ochdi. Sezmadim uyanib qarashni, kechirmasman bu bardoshni. Oqmadi yorim ziyonat, qilaman men endi nafrat. Uni mendan so'ramaydi, yo'q ekan bunda diyonat. Oqmadi yorim ziyonat, qilaman men endi nafrat. Uni mendan so'ramaydi, yo'q ekan bunda diyonat. Jonim Hasan ekan sirring, yurakka o't yoqar ko'zing. Shuncha qizlar ichida o'zing, bittagina, bittagina. Qoldim ko'ngil oshiq bo'lib, yurak bag'rim kelmaydi. Qarab qo'ygin bir bor kulib, bittagina, bittagina. Jon seni kutishlaring, yarim yurishlaring bittagina. Sen hayotim erdasan, menga qizlar ergasan bittagina. Yuragimda hayratdan, yolg'on azobi qizg'anar. Ko'zlaring jonimni qarsizdan, mani qo'yib so'rasang so'rab qo'y, so'rasang so'rab qo'y. Bundan ushlasam qoching desana, qilmay qolsam qani desana. Bundan ushlasam qoching desana, qilmay qolsam qani desana. Sog'indim chaliz, qoching desana. Qadrimni bilib qo'y, qadrimni bilib qo'y,
siramatli urmadilar ko'nglimdan o'ynashganlar nima uchun sevgandilar yolg'on suygandilar qarang bugun kuygandilar ko'nglim bilan o'ynashganlar mendan qolmadi ko'nglim endi hech qachon sevmayman
So'ragan musiqalar bilan davom etamiz. Mana ovoz Ah, kırmızı, caney Fransız kızı. Ah,
qora kırmızı canım fransız kızı Ah qora kırmızı canım fransız kızı Raşatsızı anlayı çatması davratları Raşatsızı anlayı çatması davratları Maning taksa asari tak akırım nur kızı Maning taksa asari tak akırım nur kızı Ah qora kırmızı canım fransız kızı Ah qora kırmızı canım fransız kızı Ah qora kırmızı canım fransız kızı
chiroyli musiqa bo'lsa-da, hozir davramizda kulmang so'z nuqtasiga yetib keldik. Ayni chog'larda hozir qadrli yoshlarimiz, kelin-kuyovlarimiz onajonlariga sovg'alar bermoqchi. Shu boisdan men Gulshora opamni davramiz to'riga taklif qilaman. Xudojoningizni yodingizga olib, mana shu davramizga kelasiz degan umiddamiz. Zero mana shu farzandlaringiz qo'llarida. Keliningiz qo'llaridan ilk barobar chiroyli sovg'a salomlarni hozir birgalikda qabul qilib olgaysizlar. Hurmatli onajonlar, qayerdasiz? Kelinglar, davramiz sizlarga muntazir. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90-100 yoshgacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tun Xudodan baxtimiz so'rab. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onalar farzandi baxt kamolini ko'rsin. Ota-onalarimiz doim hurmat, e'tiborda yursin. Ikkalangizga to'ylar muborak bo'lsin. Biringizga o'g'il muborak, biringizga qiz muborak bo'lsin. Ayni chog'larda Elmurodjon, kuyovlarimiz, kelin-boshamiz marhamat qilib chiroyli musiqa salomini olsinlar. Onajonlarimizga sovg'a salomlarni taqdim etib qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Olqishlarla qo'llab turamiz. Ozada chiqib o'tmay, yig'ida xudodan aylanay, yig'ida og'lay, onalar yurgan ishimga bo'lsa ham, oila jonda bo'lsa ham, bir lazdagi omil bo'lsa ham, onamni yurgan onaman. Ketsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni yurgan bolam. Marhamat qilib esdalik suratlarini, onajonlar bilan birgalikda. Marhamat qilib esdalik suratlarga. Mayli ishlarim yurmasa yurmas. Mayli omadim kulmasa kulmas. Bu 5 kunlik yolg'on dunyoda. Onajonlarimiz omon bo'lsa bas. Ilohim onalarimiz, tarijonlari sog' bo'lsin, to'ylari muborak bo'lsin. Ana endi do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, davramiz davom etadi. Tabriklar sahifasimizda mavjud. Tabriklash uchun so'z navbatini hali menga aytdilarki, Elmurodjon bilan birgalikda o'sha Rossiya davlatining poytaxti Moskva shahrida birga faoliyat yuritganmiz deyishdi. Shunday ekan, ham akajonisi, demak, Abduhoshim akamni davramiz to'riga lutfan taklif etamiz. O'zlarini qaynoq tabriklari va sovg'a salomlari bilan tashrif buyurgan o inson. Keling akajon, xayrlasiz. Aboringizga shukur. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun ukam Elmurodni usul oqshom kechasi. Men bu ukamga uzoq umr, baxt, saodat, nima orzu niyat qilmasa niyatiga yetib, ser farzand, shirinda shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yetishishga tilakdoshman. Nima orzu niyat qilmasa niyatiga yetib. Boshqa nima ham deyman. Men shu qatnasha olmagan majlisga do'stim bor edi, kela olmadi ayrim sababli. Shu nomlarini taklif qo'yaman. Baxil bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat qilib kuyovlarimizni yo'llariga borib, bag'ringizga bosib, akalarcha tabriklab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ilohim, aka-ukachilik ishlarga, oqibatga ko'z tegmasin. Salomat bo'linglar. O'rtalarida bo'lgan mehr oqibatga ko'z tegmasin. Salomat bo'linglar. Demak, hurmatli do'stlar, davramiz davom etadi. Yana bizda ajoyib tabriklar bor. Ana endi tabriklarni zo'r ham desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli kuyovlar, hozir davrani bizga berasiz deb
navbat poylab turgan hurmatli 99 da davlat topgan do'stlari o'tirishdi. Endi aytardimki, hammalari chiqsa bo'lardi, lekin aytdilarki, iltimos qildi. Alohida Abdumo'minov Shahzodjon do'stimizni taklif qilishimizni iltimos qilishdi. Keling do'stlar, marhamat, yonlarida Rustamjon, Tohirjon, keling marhamat. Mana shu uchala insonimizni do'stlarni davramiz so'riga taklif qilamiz. Va mana shu barcha kelgan, kelolmagan do'stlar nomlaridan tabriklarni hozir yetkazib qo'yishadi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun katta kecha. Bu kechaning sababchilari do'stim Elmurod va bugundan boshlab kelinimiz Muslimaxonlardir. Bu ikkala yoshga baxt, saodatlik, kelajak umrlarida ulkan zafarlar tilab qolaman. Menga bergan shu fursatdan foydalanib, bugun bu to'yda qatnasholmagan do'stlarimiz va shu yerda o'tirgan hamma do'stlarimiz nomidan tabriklab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum, qadrli kelgan mehmonlar. Mana bugun katta tantana kecha. Sababchilari do'stim Elmurodjon hamda kelimiz Muhsinaxonlardir. Men ularga uzoq umr hamda sog' salomatlik tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Zafarxondan kelgan mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Elmurodjon, bundan boshlab kelinimiz Muhsinajon xonlar. Men ularga uzoq umr, sog' salomatlik, kelgusi ishlarda omad tilayman. Baxtli bo'lsin. Rahmat do'stlarim, salomat bo'linglar. Ana endi xudo xolasa davramiz to'liq bir chiroyli raqslaringiz bilan hozirgi aytgan chiroyli tabriklarni mixlab qo'yamiz. Xudo xolasa davramiz to'liga Bahodir Mavarifga javoblarni taklif etamiz. Raqsda albatta 99-yilda tavallud topgan jo'ralarini, barchalarini Novosibirsk shahrida tashrif buyurgan Farozjon ukamizni alohida taklif qilamiz va shu o'rinda aytiladi, Tabidun qo'shig'iga 71-yilda tavallud topgan barcha aziz mehmonlarimiz, akalarimizni alohida Mirsaid akamizni ham davramiz to'riga taklif qilamiz. Hozir esa davramizga Bahodir aka bir chiroyli qo'shiqlaringiz bilan. Marhamat sizlardan.
Thank you.
kam bo'lmanglar, boringlarga shukur. Davramizni to'g'ri vaqtgalar sizlarga rahmat. Boringlarga shukur. Rahmat, salomat bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin. Abisiz sizlar bilan birgalikda davramizni davom etamiz. Hurmatli do'stlar, xonimlar, janoblar, davramizda kutilgan mehmonlar, kutilgan tabriklar. Hozir bizga xabar berishdiki, Abdulahad akamizni qadrdon cho'ralari va shu do'stining hurmati yuzasidan kelin toshloqimizni, kuyovlarimizni tabriklamoqlik uchun sovg'a salomlar bilan tashrif buyurgan ekanlar. Kelinglar, o'sha insonlarni qarshi olamiz. Demak, Zoirjon akam boshchiligidagi Abdulahad akamizni qadrdon cho'ralarini davramiz to'riga mikrofon qarshisiga chorlab qolamiz. Kelinglar, qadrdonlari qayerdasiz? Zoirjon aka boshchiligidagi barcha cho'ralari kelib birgalikda mana shu qadrli tasvirlaydi. Mana shu insonlarni tabriklab qo'yamiz. Kelinglar, qayerda u insonlar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bilmas bir nechta insonlarimiz Abdulahad akamizni qadrdon jo'ralari hurmati yuzasidan tashrif buyuribdilar. Boringlarga shukur. Kelinglar, ana guldastalari bilan birgalikda qarshi olamiz. Do'stni qadrlab, do'stni hurmat qilib kelgan sizlarga rahmat, boringlarga shukur. Marhamat, barcha qadrdon jo'ralar nomlaridan shaxsan Abdulahad akam nomlaridan tabriklaysiz. Rahmat. Rahmat, assalomu alaykum. Do'stlar, xush kelibsizlar shu xonadonga. Mana bugun do'stimiz Abdulahad hamda bo'lan bo'ladi. Bo'lanni qizi to'ylariga xush kelibsizlar. Ikki yosh bo'lsin. Biz shuni tilakdoshmiz. Mana do'stlarimiz bilan keldik. Ularga 2 yoshga kattadan katta baxt tilash uchun keldik. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Qarorli to'yxonasiga kelgan aziz mehmonlar, o'zimizni xalqimiz, savollar, xush kelibsizlar. Mana shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlariga omad tilayman. Ulkan zafarlar tilayman. Bir tarafdan o'zimizni qarindosh hammasi, bir tarafdan qizimiz 2 yosh baxtli bo'lsin. Mana shu o'rtog'im nomidan kelolmagan o'rtog'im Abdulahad dadasi nomidan biz keldik. 2 yosh tabriklagan uchun 2 yosh baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Biz ham shularga qo'shilamiz. Kim yaxshi niyat qilsa, niyatlariga yetsin. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Ushbu xush kelibsizlar. Shu kundan xizmatimiz hamda sizlarimiz bahram insonlar uzoq umr baxtlarda kelgusi hamisha ular baxtli bo'lsin. Shu to'yga qatnasholmagan 2 ta katta bojam nomidan Sho'rxo'jajon hamda Qidiraliyev Alomjon nomidan katta minnatdorchilik qilaman. Moja ham qaynim umr baxtli bo'lsin. Hozir men bir gap aytmoqchiman. Safazorlar, marhamat. Mumkin bo'lsa, bitta o'yin qilishida tablasa, raqs qo'yasiz. O'zingiz bilasiz. O'zim aytaymi? Akajonim, rostiga musiqangiz bering. Hozir mana shu cho'ralarning oqibatini ko'rib, rostiga mahavasim keldi. Garchi hozir Tumen shahrida bo'lsalarda, oramizda bo'lmasalarda, kelin poshshomiz dadalari. Lekin o'sha insonning haqqi hurmati bugun
do'stimizni qizini to'ylari deya yaxshilayapman tashabburlaring. Qoyil qolyapman. Ayting, ko'rib turgansiz. Ha, ko'rib turgan bo'lishamiz. Endi keling, bitta video обращение qilamiz. Abdulahad aka, yoningizda mana shunday do'stlaringiz bor ekan, siz kam bo'lmaysiz aka. Boringizga shukr, to'ylar muborak bo'lsin. Mana shunaqa obro'si, puli qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar o'zgarmaydigan do'stlar haqida shoir xalqi shunday deydi. Soxtalikni yig'ishtir do'stim, nafs qo'liga aylanib qolma. Xudo omading berib ko'paysa puling, do'stga do'st bo'l, o'zgarib qolma. Mol dunyo o'tkinchi bilgin, so'zlarimga qovog'ing solma. Do'stligimiz abadiy bo'lsin, do'stga do'st bo'l, o'zgarib qolma. O'zgarmagan do'stlarga qarsak chalib qo'yinglar. Voridlarga shukr, borida ham yo'q deb qadrlaydigan do'stlar. Ana endi marhamat qilib, film boshlovchisi sovg'a salomlar bilan yo'llarimiz orqali qo'shishlaring mumkin. Voridlarga shukr. Rahmat. Endi bitta chiroy. Bo'ldi, gap yo'q, o'zingdan shoshilma. Shoshilmang, yonimga o'tiring. Yana bitta chiroy tabrik bor. Mana shu dadamni do'stlarini yonlarida turib tabriklayman demoqchi. Mana shu kelib boshlovchisi akalari bor ekan, Bahrom akam davramiz so'riga taklif qilamiz. Bahrom aka qayerdasiz? Bugun mana shu kelib boshlovchisi dadalarini, do'stlari yonlarida turib chiroyli tabriklarini qilasiz. Bahrom aka qayerga kelyaptimi? Chaqiringlar Bahrom. Mana kelyapti Bahrom aka. Keling Bahrom aka. Otamni do'stlari otamdek aziz degani mana shunaqa bo'ladi. Yonlarida turib tabriklab, bitta chiroyli raqs qilib berasizlar. Jetlaylar. Xushxabar to'ylar boringiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Tumen shahridan aka fasilyalar nomidan kelgan edik. Tabriklayman. Singlim kuyovmas ukam yoshingizda bo'lgan, katta bo'lganmiz. Tabrik bilan uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar. Aka opa-singillar nomidan, oilamiz Abdimajidovlar nomidan tabriklayman. Rahmat hammangizga, xush kelibsiz. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar. Mana endi mana shu akajonlari, qarindoshlari barchalaridan do'stlik taklif qilamiz. Alohida mana shu yerda do'sti hurmat uchun kelgan qadrdon jo'ralar uchun so'ragan qo'shiqlari do'stim do'stim taronasi faqat va faqat sizlar uchun. Marhamat, ketdik. Mana shu insonlar uchun do'stim do'stim taronasi. Davramizga marhamat. Bemalol marhamat, tabriklab qo'yinglar. Eslatadi bolalikni, bir do'stim bor urgandi donalikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni, bir do'stim bor urgandi donalikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Salomat bo'linglar. Hali qo'shiqlarimiz davom etadi.
aynan mana shu qo'shiq sizlar uchun edi. Sog' bo'linglar, rahmat. Ana endi davramiz ham tobora oxirida bormoqda azizlar. Qarang azizlar, 5 soatdan buyon davom etayotgan to'yni to'xtatish niyatimiz yo'q, lekin vaqt oliy hakam. Shunday ekan hozir ayni chog'larda davramizda kulmaydigan nuqtalari, kelin-kuyovlarimiz davramiz sahnasiga, markazga taklif qilamiz. Zero ular uchun maxsus yasatilgan shirinlik taomlarini yaxshi niyatlar bilan kesib berishligini men so'rab qolgan bo'lardim. Hamda sevgi va muhabbati ramzi bo'lgan tilla o'zlarini bir-biriga alishib qo'ysalar, nur ustiga aloqador bo'ladi. Kelinglar qadrli sevishganlar. Davramizga markazga to'rtlarimizni olib kelinglar. Tilla o'zlarini olib kelinglar. Marhamat qilib sevgi va muhabbat ramzi bo'lgan tilla o'zlarini bir-biringizga taqib va undan so'ng esa mana shu to'rtimizni kesib berishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Ilohim, qadrli do'stimiz Elmurodjon baxtli bo'ling. Do'stlar, balandroq olqishlab turamiz, qo'llab turamiz, baxtli bo'linglar. Bejizga aytinglar. Vaqt izlab har yerga tashlama qadam. Olislarga nigohing chiqib Ramazon. Uyida baxtini topmagan odam baxtini topa olmas. Kesi ham olam deyishadi. Elmurodjon oilangizdan topgan baxtingiz rost bo'lsin. Bugundan e'tiboran katta bir oila, katta bir saltanatni rahbari bo'ldingiz. Ilohim boshlayotgan oilangiz, turmushingiz to'g'ri bo'lsin. Ko'z temasin, baxtli bo'linglar. Qarsanglar jonli bo'lsin do'stlar. Muborak bo'lsin to'ylar. Marhamat, kelin boshlaylik. Qarsanglar. Muborak bo'lsin. Onajonlar qayerdasiz? Kelinglar, onajonlar chaqiringlar. Yo'qolamiz onajonlar, kelin boshlaymiz onajonlar. Marhamat qilib onangizni. Keling onajon, ilk marotaba sevgi, muhabbat ramzi bo'lgan shunday chiroyli farzandlaringizni qo'llarida taqib ko'rasiz. Qarsanglar. Marhamat qilib sevgi va muhabbat ramzi bo'lgan tilla o'zinglarni kelin boshlarimizni barmoqlariga taqib qo'yishadi. Sevgingizga, oilangizga ko'z tegmasin do'stim, baxtli bo'linglar. Bir-biriga yarashgan juftlik. Ana endi onajonlarni bag'riga olib, kelin-kuyovlarimiz bir esdalik suratlarga tushib qo'yishadi, amalga oshiradi. Kelinglar onajonlar, yoqirab turinglar. Farzandingizni og'ushida baxtli ona siymosini marhamat va yaratgan holda bir chiroyli esdalik suratlarga bizga esa bevosita omad studiyasi bunday yordam beradi. Baxtli bo'linglar. Mana shu baxtli oilaga, ahil oilaga ko'z tegmasin. Ana endi azizlar, davramiz kengroq olinglar, iltimos qilib qolgan bo'lardim. Zero hozirgi jarang sochadigan navolar, ajoyib kuy-qo'shiqlar faqat va faqat yoshlarimiz uchun. Mana shu qadrli kelin-kuyovlar uchun bo'ladi. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Davramiz kengroq olamiz, kelin-kuyovlarimizni davramizga raqslarga chorlab qolamiz. Davramiz kelin-kuyovlarimiz uchun baxtli bo'linglar. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Davramiz kengroq olamiz.
insoflar uchun davramizga keling ota-onalar chorlaymiz. Og'riga qo'shilib yoshlarimiz. Aman aman zamon bizniki, ota-onam degan bizniki. Aman aman zamon bizniki, ota-onam degan bizniki. Zamonchi yosh sevinib turgan onajon o'ynaga bilasizlarki aytay bugun sho'x yallanmasin davralarni to'ldirib o'ynasin aytay bugun sho'x yallanmasin davralarni to'ldirib o'ynasin. Shuning bilan mana shu Yo'lborajonning to'ylariga bag'ishlangan ajoyib kechamiz to'ylarimiz ham tobora yakunlanmoqda. Birdan-bir niyatimiz yoshlarimiz baxtli bo'lsin, ota-onasini xizmatida bo'lsin. Dunyo bo'yicha to'ylar. Hurmatli aziz mehmonlar, qalam ranjida aylab kelgan barcha mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shunday yana yaxshi kunlarda, to'y hashamlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.
Yaxshi bo'lsin.